Assalomu alaykum hammaga, hurmatli Savat avtokanal bo'yicha do'stlar, sizlar bugun Zo'rindan Captiva ko'rsatamiz. Captiva kelib turibdi. Zo'r sostenasi zo'r ekan do'stlar. Bu nakleykalarni bir qator himsiya qildirib, ichine paketlarni ham kiygizib qo'ydik do'stlar. Bu paketlarni kiygizishdan maqsad do'stlar, oluvchilar bir uyina borgan vaqtda chiroyli qilib haydab borish uchun do'stlar, lekin bu paketni hamma mashina kiygizib bo'lmaydi do'stlar. O'zi sostenasi zo'r, holati yaxshi avtomobillarga kiygizasiz bunday paketni, skochni do'stlar. Holati вообще zo'r. Likuba чистый Captiva 4 bu do'stlar. Yine Captiva 4 yurgan probegi 82.257 km do'stlar. Holati вообще zo'r. Qirchilib ketganimiz, hammalar zavodskoy turibdi. Yine poliklar ham zo'rindan qo'yilgan. Hozir motor tarafini ochib ko'rsataman. Holati вообще zo'r ekan. Qimmatimdan pokoleniya propan gaz qo'yilgan ekan bunga yaqinda. Biz gaz qo'yilganini 6 oydan o'tdi dedi. Yine holati вообще zo'r. Motorlarına kulish demagan, ochilmagan. Bilasizlar, 82.000 kilometrda. Antifrizlar ham ko'p qizil bo'lib turibdi. Holati вообще zo'r. 82.000 kilometrda bilasizlar, hech yerdan kulish demaydi. Holati paket degan bo'ladi do'stlar. 4 dona balon ham toza qo'yilgan. Xullas, kraskasi родной. Umuman kraskasi yo'q. 82.000 yurgan. Holati вообще zo'r. Dalniga LED lampochkalar qo'yilgan. Motor ходовой korobkasi cho'tki ekan. Hozir bir qator haydab keldik. Holati вообще zo'r. 2017-yil 21-dekabr kuni olingan ekan. Xullas 2017 ga 2018 deb aytiladi bu avtomobil do'stlar. Holati вообще zo'r. Hozir quyosh bo'lib turgani uchun ozgina rangi o'zgarishi mumkin, lekin qop-qora svet do'stlar. Holati вообще zo'r. Svet ham qop-qora. Holati вообще zo'r ekan lekin mashina. Paket turibdi do'stlar. Paket avtomobil. Kimda kim Captiva izlagan bo'lsa do'stlar, shu avtomobilni bemalol tavsiya qilsak bo'ladi. Sababi holati вообще zo'r. Balon palatlarimiz zagonli. Чистый Gofra originaldan 4 dona yumshoq balon qo'yilgan do'stlar. Narxına keladigan bo'lsak do'stlar, narxi 255 million so'm aytilib turibdi. Zo'r narx do'stlar. Duraradan beriler do'stlar, eldinden 100 milyondan ko'proq, 150 milyon atrofida bersangizlar, qolganini do'stlar üstüne pul mindirmasdan sentyabr oyidan bersa bo'ladi do'stlar. Misol uchun 255 million so'm bo'ladigan bo'lsa, 150 million so'm bersangizlar, qolganini üstüne pul minmaydi. Sentyabr oyidan üzüb bersangizlar bo'ladi do'stlar. Yoki sizlarda arzonroq Cobalt, arzonroq Gentra'ngiz bo'ladigan bo'lsa, misol uchun 100 millionlik, 130 millionlik Gentra, Cobalt yoki 100 million misal arzidon avtomobilingiz bo'lsa, ba'zilardan ustini sentyabr oyida bersangizlar ham bo'ladi do'stlar. Holati вообще zo'r, libo ustaga borib tekshirsangiz bo'ladi. Holati cho'tki. Xullas, shu videoni Captiva izlagan obunachilar tashlab qo'yamiz do'stlar. Birdan like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasiz do'stlar. Holati вообще zo'r. 255 million so'm. Naqd pul bo'lsa ozgina kelishiladi, lekin durara 255 million so'm. Olasılardan haydab ketaverasizlar, devingiz beriladi. Haydash uchun bemalol dokumentidan muammo yo'q, kelib ko'rib tekshirib olsangiz bo'ladi.